PUBG Mobile'ning keyingi turi 5 versiyasida qo'shilishi kutilayotgan yangi qobiliyatlarni ko'rib chiqamiz. Beta versiyamizga yangi Naruto qobiliyatlari qo'shildi, event ma'lumotlari esa keyingi hafta yangilanadi. Birinchi qobiliyatimiz tirilish oroli va match davomida bizga ninja qobiliyati berilar ekan. Buning yordamida esa tez yugurishimiz va balandga sakrashimiz mumkin. Hattoki bu qobiliyat bilan bemalol suv ustida muallaq ham yurishimiz mumkin, toki mana bu jonimizni tepasida ko'rsatib turgan chakra energiyasi tugab qolmagunicha. Keyingi qobiliyatimiz esa bu klonlanish qobiliyati. Buning yordamida o'zimizning eng ko'pi bilan 3 tagacha klonimizni yaratsak bo'ladi, ya'ni dushmanlarni chalg'itish uchun. Yaratgan klonlarimiz bizning faqat harakatlarimizni qaytaradi xolos. Dushmanga agar biz o'q uzadigan bo'lsak, ular o'q uzmaydi. Keyingi qobiliyatimiz esa bu Rasengan qobiliyati. Bu qobiliyatda ekrandagi maxsus tugmani bosib turish evaziga dushmanga qattiq zarba berishimiz mumkin. Keyingi qobiliyatimiz esa uchar Raijin texnikasi deb nomlanar ekan. Bu texnika yordamida esa uzoq masofaga teleportatsiya qilishimiz mumkin. Buning uchun ekrandagi o'zining maxsus tugmasini bosib tursak, personajimiz xuddi shunday xanjar aylantiradi va uni istalgan masofaga to'g'rilab qo'yib yuborsak, uloqtiradi va yana tugmani bossak, o'sha nuqtaga biz teleportatsiya bo'lamiz. 5-qobiliyatimiz esa bu olov uslubi. Buning yordamida dushmanga zarar berish uchun olov uloqtirishimiz mumkin, xuddi kokteyl molotov otgan kabi. 6-qobiliyatimiz esa bu o'rin almashtirish. Buning yordamida jang paytida jonimiz oz qolganida nok bo'lish o'rniga xuddi shunday tonkaga aylanib qolamiz va birozdan so'ng yonida paydo bo'lamiz. Ya'ni jang paytida dushmanni chalg'itish uchun. 7-qobiliyatimiz esa bu yer uslubi. Buning yordamida dushman o'qlaridan himoyalanish uchun bir muddat o'zimizga himoya sifatida devor qurishimiz mumkin. 8-qobiliyatimiz esa bu Chidori. Buning yordamida katta tezlikda harakatlanib dushmanga zarba berishimiz mumkin va zarba natijasida dushman bir muddat falaj bo'lib qoladi. Bu qobiliyat bilan hattoki jang paytida dushman o'qlariga chap berishimiz ham mumkin. Keyingi qobiliyatimiz esa jamoadoshlarni qayta tiriltirish qobiliyati. Buning yordamida risalkaga bormasdan sheriklarimizni yonimizda qayta tiriltirishimiz mumkin. Boshqalarga qaraganda bu qobiliyat juda ham noyob sanalar ekan, chunki meni o'zim 4 soat, 5 soatlab beta versiya o'ynasam ham bu qobiliyatni topa olmadim. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqlardagi videolaridan foydalanyapman. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Xo'sh, sizga yangi versiyada qo'shiladigan qobiliyatlar yoqdimi, yo'qmi? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. PUBG Mobile'ga oid foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun esa menga obuna bo'lish esdan chiqmasin.